2022 yil 4-dekabr 10-savolga yetib keldik. Savollarimiz ham qizg'inda, qarang. Mana shu trigonometrik bir ifoda berilgan ekanda, mana shuni hisoblab beryapti. Trigonometrik ifodalar juda ham yaxshi ko'raman o'zim. Sizga ham yoqadimi, yoqmaydimi bilmadim degan. Bu teng ekan mana. Yozamiz ikkita sinus. Mana buni nima deb yozib olamiz? Mana buni 7/6 ni. Yozamiz pi plus pi/6 deb. Bo'ldi, ketdi bu. Plus buni yozamiz endi. Kosinus kvadrat. Nima deb yozib olamiz buni? Qarang. Ikkita pi desak, ayiramiz buni pi/4 desak, bo'ldi. Olam guliston. Xo'p, bu teng ekan. Ikkita sinus 3-chorak bo'lyapti. Sinus 3-chorakda manfi pi plus pi/6 bo'lyapti. Demak, sinus o'zi qoladi. Manfi minus chiqaramiz. Sinusdan pi/6 bo'ldi. Plus mana bu kosinus 4-chorak bo'lyapti. Kosinus 4-chorakda musbat 2pi bo'lgani uchun kosinus o'zi qoladi. Demak, kosinus kvadrat pi/4 bo'ldi. Shuni hisoblash kerak ekan endi. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, mana -2 sinus 30 gradus bo'lyapti. 30 gradusda 1/2 ga teng. Plus kosinus kvadrat pi/4, ya'ni ilzosda 2/2 nimasi kvadrat ekan. Bo'ldi, shuni hisoblab qo'ysak yetarli. Demak, 2 bilan 2 ni qisqartiramiz, minusdan 1 qolyapti, plus buni kvadratga oshirsak 2/4 ekan mana. Demak, -1 plus 1/2 nima ekan? 2 ekan. Demak, -1 plus 1/2 bo'lyapti. Demak, nima qolyapti? Minusdan 1/2 qoladi. Shu bilan mana bu savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Demak, B javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Bo'ldi, shu bilan 10-savolimiz yakunlandi.